Yo'q, men intervyuga chaqirsam yugurib keladigan odam emas. Nima qilsak bo'ladi? Kichkina odam emas-ku, bunaqa Ha bunaqa deng unda. kommentariyaga To'xtang, mana qaragan deysiz, holda qarang. qaramaysiz. Bahona qilamiz unda. Siz ovqatlanib o'tirgan bo'lasiz-da. Ovqatlanib o'tirib, siz xullas ovqat yedingiz, yegansizda, men mana yordam beraman endi. Mani ko'rib turishibdi, tomoshabinlar. Yordam beraman. Sal u yoq bu yoq qilib janjal qilamiz. Xullas siz pulingiz yetmay qoladi, pul chiqmay qoladi, pul tugab qolgan bo'ladi-da sizda. Pul so'raysiz kartasidan. Ha, yo'q. Kartangiz lekin kartangizni anaqa qilasiz. Kartangiz pul tushirmasligi kerak-da, kelish kerak o'zi, nima bo'lsa ham. Yo'q, men unga unaqa qila olmayman. Yo'q, unaqa qilishimiz kerak. O'z inson zotidan men pul so'rab ko'rmaganman, o'ylab Yo'q, gapiryapsiz. misol uchun boshqa qanaqa qilib chaqirasiz unda? Hozir problema qilish kerak-da, chaqirish kerak Sharif akani. Chaqirishim shartmi? Chaqiraylik, chunki mana hozir shuncha necha yuz ming odam ko'radi, mana hozir tomoshabin chaqirsin, qani isbotlasin deb turishibdi. Telefon qilinchi o'zi ham ketaversinchi, qanaqa deb javobga qaraymiz. Kelmasa mayli, o'zimiz qani. Kel delar ham deylik mayli. Keyin xafa bo'lib qolsa nima qilamiz? Tushuntirib yuboramiz o'zimiz. Men tushuntirib yuboraman. Kelaversin. Ikkalamiz o'rtamizda ajratib qo'ymaysizmi keyin? Yo'q, kelaversin. Siz tushuntirasiz-da, misol hozir bu gapni eshitgandan keyin bu mish-mishga stop qilish uchun keladi. Kelgandan keyin indamaydi. Hozir shunda men ovqat yegan bo'laman. Ha, ovqat yegan bo'lasiz. 5 million deng. 5 million ovqat endi siz bitta o'zi 5 million ovqat yemassiz, qanaqa o'rtoqlanaman, siz bilimman.